Siz ham hali ham eski usuldan foydalanyapsizmi? Xuddi shunaqa uyni qurib, endi tomini qanaqa loy bilan yoki qanaqa mahsulot bilan yopishni o'ylayapsizmi? Buni sizga yechimini biz hozir sizlarga beramiz. Xuddi shunaqa qilib akamiz chiroyli qilib, xalqqa foydasi tegsin deb xuddi shunaqa klinikani qurib qo'yibdi. Endi tomini qanaqa qilib yopaman deganda biz akamizga chiroyli yechim berdik. Hozir bu yechimni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ungacha bizga obuna bo'ling, bu videoni bemalol tanishlaringizga yuborib qo'ying. Qani bo'lsam ketdik. Akamiz xalqqa foydasi tegsin deb xuddi shunaqa qilib 3 etajli binoni qurib, cho'tka qilib bitirgan. Eng asosiy qismi tomga qanaqa qilib izolyatsiya, ya'ni tom shuvoq qilishni bilmay turganda Penamaster jamoasi bu muammoga yechimni topib akamizga cho'tka qilib bergani uchun Penamaster jamoasini chaqiribdilar. Xuddi shunaqa Penamaster jamoasi kelib, xuddi shunaqa o'zining texnikalari bilan tomda bemalol siz xohlagan 2 etajlisimi, 3 etajli, 4 etajgacha bemalol shu texnikalari bilan kelib, cho'tka qilib sizga tomlaringizni izolyatsiya qilib berar ekan. Hozir buni tepaga chiqib ko'ramiz, o'zlaringiz ham bu narsaga ishonch hosil qilasizlar. Penamaster jamoasi xuddi shunaqa texnikalari bilan mana ko'rib turibsizmi, cho'tka qilib, tayyor qilib qo'yibdi mahsulotni. Hozir sizlarga quyilishini tepaga chiqib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek 200 kvadrat shu 3 etajli tomda akalarimiz Penamaster jamoasi kelib noldan cho'tka qilib quyib beryapti. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa mahsulotdan tomga penabeton quyish xizmat kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Aloqaga chiqsang O'zbekiston bo'ylab sizlar xizmatlarni qilib, sizlarga cho'tka xizmat qilib beradi. Bemalol bu videoni tanishlaringizga yuborib qo'yishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana naq 200 kvadrat 3 etajli tomda akamiz xuddi shunaqa qilib Penamaster jamoasi bilan, brigadalar bilan yopib berishyapti ekan. Ustaga bu 200 kvadrat dedilar-ku bu joyda. 200 kvadrat aka. 200 kvadratni necha kunda yopib bo'lasizlar? Bugun ertalab keldik. Bugun ertalab yopdilar. Bugun ertalab keldik. Mana oxirgi loyimizda. Oxirgi loyni quyapsizlar, xudo xohlasa. Mashet qoldi xolos, a? Shet qoldi. Akalarimizni eng nuqta, eng zo'r anaqa jamoasiga, xalqligiga bitta anaqa aytaman, 200 kvadrat joyda bir kunda ertalab kelishgan ekan. Mana hozir quyib mashet qolibdi, mana bir 5 kvadratcha joy qolibdi xolos. Shunaqa tez bitirib berishar ekan. Sizlarga ham xuddi xizmat kerak bo'lsa, bemalol pastdan nomerlar bor. Aka, buni necha santimetrdan qo'yasizlar balandligini? Aka, bu 5 plus bo'ladi. 5 plusdan ketadi, boshlanadi. Boshlanadi. U Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida vodiy bo'ylab 45 mingdan. 45 mingdan. Toshkent, Andijon, Toshkent boshqa voha tomonlarga. Voha taraflargacha qo'shilib qoladi. Qo'shilish sababi chunki akalarimiz yo'l kira qilib boradi, hamma jamoasi bilan, texnikalar bilan borib sizlarga chiroyli qilib xizmatini qilib beradi. Xo'p, aka buni aqa chiqqandan keyin necha kunda quriydi aka, quyib bo'lgandan keyin buni? Xudo xolasa mana shunaqa issiq kunlarda 3 kunda bemalol chiqib ustilarda yuraveradi. Usti yursa bo'laveradi. Yorilib ketish, boshqa hech nima bo'lmaydi. Xudo xolasa yaxshi. Kalamish, sichqon tez tashlamaydi, buni hech nima bo'lmaydi. Kalamish, sichqonlarga hech bo'yin bermaydi bular. Hech nima bo'lmaydi, xudo xolasa. Qishda issiq bo'ladi. Yozda salqin mazza qiladi. Mana hozir to'g'risi mana o'zimda teri chiqib yotdi. Bu nimaga? Tepada tunika tashqarida 30 gradus bo'lsa, tunika bir 30 qo'shib 60 gradus beryapti. Men vash chiday olmayapman. Endi bilmayman, shu penabeton xuddi shunaqa qilib quyayotgandan keyin menimcha mazza qilib pastda uyda egalar mazza qilib yotadi, qanaqa bo'lsa ham. Aka, keyin buni degan bitta savol, agar vohaga chiqib kelsalar, unda o'zgaradimi? Toshkentcha yaqin oyni bizga. Voha endi 1300 kilometr bo'lib ketadi-ya. Voha tomonlarga narximizga ozozdan qo'shilib qoladi. Ag'lab necha kafolat berasizlar aka bu quyayotgan mahsulotlarga? Xudo xolasa mana shu bino buzilguncha turaveradi. Xudo xolasa bino buzil. Mana xolasalar bu yerga xuddi shunaqa qilib loy shuvoq qilishgan ekan. Loy shuvoq qilingan, loy shuvoqning ustidan xuddi shunaqa mana penobetondan quyishyapti. Sizlarga ham xuddi shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Xotirjamgina bu videoni o'tirib ko'rsalaring ham bo'ladi. Boshqa videolarimizdan bor, bemalol ko'rib, o'zlariga ishonch hosil qilib, akamizga telefon qilsalaringiz sizlarga cho'tka qilib xizmatlarni qilib beradi. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.